Jizzax viloyatining Zomin tumanida turibmiz. Ushbu Zomin tumanida 20 gektarlik intensiv bog' barpo qilingan va ushbu bog'ni esa tomchilatib sug'orish orqali sug'orilmoqda. Ko'rib turishingiz mumkin, yer ostidan magistral quvurlari PVC quvur orqali o'tilgan. Xuddi shunday tarzda mana shu yerdan o'tib ketgan va tomchilatib sug'orish trubkalari esa xuddi shu yerdan yer ustiga chiqarilib ketilgan. Va bu tarafda ko'rib turishingiz mumkin, gidrantlar qo'yilgan. Gidrantlarda solenoid klapanlar qo'yilgan. Solenoid klapanlar bu avtomatik xuddi shunday tarzda ochib yopish orqali regirovka qilinadi. Ko'rib turishingiz mumkin, ushbu qizil narsa bantuz deyiladi, ya'ni havo klapani. Havo klapani orqali havo turbani ichiga kiriladi va turbani ichida yig'ilib qolgan ortiqcha havoni chiqarib yuborish vazifasini bajaradi. Ko'rib turishingiz mumkin, xuddi shunday tarzda traynik orqali tepa qismiga chiqariladi. Va tomchilab sug'orish tizimini har 50 santimetrda soatiga 2 litr suv tomizadigan tomchilab sug'orish trubkasini tanlangan. Ikkinchi sxemasi esa 4 ga daraxtdan bu tarafgacha masofasi 4, daraxtlarning orasi esa 3 metrda tashkil qiladi. Xo'p, tomchilab sug'orish trubkalarini oxirini yopish uchun xuddi shunday tarzda 16 diametrlik achki zaguchkalarni olinadi va sim tortib qoziqqa tiqib qo'yish orqali oxirini yopib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasizlar.